Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Qirg'izistonda qo'poruvchilik uyushtirishni ko'zlagan xalqaro terrorchi qo'lga olindi. Novqat shahrining markaziy bozorini suv qoplash xavfi bor. Botganda qurilayotgan piyodalar yo'llari buzila boshladi. Endi yangi tug'ilgan bolalarga tug'ilganligi haqidagi guvohnoma bilan birga sertifikat beriladi. Bu yil dehqon va fermerlarga eng kam foiz bilan nasiyalar beriladi. Qirg'izistonda portlash uyushtirishni ko'zlagan xalqaro terrorchi qo'lga olindi. Bu haqda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasidan bildirishdi. Qo'lga olingan gumondor Qirg'izistonga terror va qo'poruvchilik aksiyalarini amalga oshirish maqsadida Suriyadan kelgan. U 42 yoshda bo'lib, muqaddam sudlangani aniqlandi. 2014-yili Qirg'iziston pasportini qalbakilashtirib, Turkiyaga, so'ngra Suriyaga ketgan. O'sha yerda xalqaro terror tashkilotlari qatoriga qo'shilgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasidan qo'shimcha qilinishicha, gumondor Suriyaga jangarilarni yuborish bo'yicha yirik kanalga mas'ul bo'lgan. U vaqtincha saqlash joyiga kiritilib, tekshiruv ishlari bormoqda. Sud tibbiy ekspertizasi xodimi 50 ming so'm pora olayotganda qo'lga olindi. U Jalolobod oblasti bo'yicha sud tibbiy ekspertiza bo'limining rahbari ekanligi aniqlandi. Buni jinoyatlarga qarshi kurashish xizmatining ma'lumotiga tayanib internet saytlari yozgan. Unda aytilishicha, ekspertiza xodimi yozilgan tibbiy xulosa berish uchun 100 ming so'm pora so'ragan. Ariza bilan Finpolga AA ismli fuqaro murojaat qilgan. Natijada 1 fevral kuni xodim Shamoldisoy shahrida 50 ming so'm olayotganda qo'lga olindi. Gumondor Bishkekdagi vaqtincha saqlash joyiga kiritilib, tergov ishlari bormoqda. O'shda keksa kishiga qo'l ko'targan bolalarning shaxsi aniqlandi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga ko'ra, ular 17 yoshdagi o'smirlar va O'shdagi o'quv yurtlarining birida ta'lim olishadi. Bolalar ko'rsatmasida keksa kishi ichimlik ichib, ular yashagan hududga ko'p kelgani sababli kaltaklashganini aytishgan. Mazkur fakt jinoyat va qoidalarning umumiy reyestriga beboshlik qatori ro'yxatga olindi. Eslatib o'tsak, 2 fevralda internetda xalta ko'targan kishi kaltaklangani bo'yicha video tarqagan. Unda bolalar keksa kishidan pul talab biroq tahdidga uchirgan 58 yoshdagi fuqaro ariza berishdan bosh tortdi. Шаардык ички иштер башкармалык иликтөө иштерин жүрүшүндө чындыгында эле Ош шаарынын Туран киши шаршасында болгондугу аныкталып, бул окуяга тиешелүү болгон Ош шаарынын окуу жайларында окушкан 2 жаш жигит алынып келинди. Алар 2002-жылы туулган жарандар болуп эсептелет. Алардын бул жоргун эмне себептен ушундай кылдыңар деп сураган учурда алар ошо убакыт алган аксакал киши мас болуп туруп, ушулар жашаган райондорго көп барып жүргөндүктөн ушу биздин районго келбесин деп коркутуп коелу деп чечтик деп ушундай ишке бардык деп айтышат. Ошол эле мезгилде алар өз күнөөлөрүн мойнуна алып туруп, тиги аксакалдан кечирим сурашты. Novqat rayoni markazidagi Chechmasoy suv kanali xavfli. Bunday xulosani 2012-yili favqulodda holatlar ministrligi chiqargan. Biroq bu vaqtgacha 2007-yili Novqat shahar meriyasi munisipal mulk bo'lgan yerlarni ijaraga berib yuborgan. Shundan beri katta binolar qurilib, xavfli bo'lgan yer hozirda bo'sh emas. Agar suv toshqini yuz bersa, kanaldan kelgan suv binolar ostidan o'tmay Novqat shahrining markaziy bozorini suv qoplashi ehtimoli bor. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Chechmasoy kanaliga suv Qoratosh qishloq hukumati orqali kelib, Novqat shahri markazini oralab o'tadi. Kengligi 3 metr bo'lgan kanal orqali suv qayta Novqatning boshqa qishloq hukumatlariga qarab oqadi. Mana shu kanalning atrofidagi yerlar munisipal mulk bo'lib, Novqat rayoni meriyasiga qarashli. Hozirda 300 metr oraliqdagi bu yerlar jismoniy shaxslarga qurilishga berilgan. 2012-yili Chechmasoy kanaliga yaqin joylashgan yerlarga bino qurish mumkin emas deb favqulodda holatlar ministrligining maxsus xulosasi chiqqan. Biroq shunga qaramay yerlar ijaraga berilgan. Agar sel bo'lib suv kanaldan chiqib ketsa, markaziy bozor va aholi zich bo'lgan markaziy ko'chalar suv ostida qolishi mumkin deyshadi mutaxassislar. Sel yurganda so'z sel suvdun o'zi g'ana jurbaydi da. Tashlandilar bor, bayaqda aytadi, baqtaraqtar bo'lishi mumkin, ya bir cho'ng-cho'ng bir bachok sachok siyahtı bir tekrar o'shalar qandaydir bir aslida o'sha imoratlar aslida turib qoladi dag'i. Bu joqda bozor tarafga suv ortda qayra ketib, o'sha bozorlarga je bo'lsa bir bayaqda trotuarlar, даже Osh Bishkek ishxona yo'ldagi cheyin tashib chiqib bir odamlarga
еңаш шарттар tuzib qolishi mumkin. Bu yerda faoliyat olib borayotgan shaxslar hech qanday qonunbuzarliklar bo'lmagan deb hisoblashadi. 2007-yili mazkur munisipal yerga maxsus tanlov ham e'lon qilingan. Buning natijasida g'olib bo'lgan tomonlar shu kungacha xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanishayotganini aytishmoqda. Har juma kelib shu bozordan chiqqan muz suvni shu yerda tozalashadilar. Biz bu yerda kafe ishlatadilar, bular shuni tozalab jurchida 113-to'xtam chiqqan, bergan. Endi qurilib bitgandan keyin bu mizamsiz bo'lib qoladi ekanda. Bu o'shongacha nega kim qaragan biz buni nega mana shuni qurdirgangacha uni chiqmadi, keyin anan yerni turimiz berib qo'ygan vodniy fond mes deb dokazat etdik. Bu yer jar. Mana girib ko'rdingiz hozir qo'shni uyini, o'sha suv olib ketib jar bo'lib qolgan. Buni Giprozem berota zaключение jar deb. Shundan beri 10 yildan ortiq vaqt o'tdi. Munisipal balansdagi yer noqonuniy berilgani tasdiqlanib, meriya xodimi ustidan jinoiy ish ham qo'zg'algan. Biroq hamon sud jarayoni bitmagan. Eng oxirgi sud majlisi 2019-yilning 11-yanvar kuni bo'lgan. 2016-жылы 11-aprelде bizde Ноқат шаарынын мэри болуп, ал кезде Өмүрбек Чоробаевич Тургунбаев деген иштеген. Ошол кезде биз ушул азыр сөз кылып аткан Чечмесай каналынын үстүнө 190 квадрат метр жерге мыйзамсыз токтом чыгып калат. Анан бул токтомду бир айдын ичинде эле кайрадан биз өзүбүз мыйзам бузуу менен жокко чыгарып койгон экенбиз. Өзү обычно бир орган токтом чыгарып, өзүнүн токтомун кайра жокко чыгара албайт да, аны сот органдары аркылуу жокко чыгарылыш керек. Shahar oralab o'tgan Chechmasoy kanalidagi suvning sathi ko'tarilsa, qurilgan obyektlar suv yo'lini to'sib o'tmay qoladi. Buning natijasida Novqat shahridagi bozorni suv qoplash xavfi turganda 6 xususiy savdo markazlari, kafe, restoranlar hozirda ishlamoqda. Ularning ichida eng katta savdo markaziga 2017-yili arest berilgan. Biroq shunga qaramay sud ishlari qayta davom etib, xususiy tadbirkor oblast sudigacha arzlangan. 2018-yilning 6-noyabr күні Ош обласының районаралық сот тарабынан кабыл алынган чечимди жокко чыгарып, Ноқат шаардык мэриясы менен жеке ишкердин ортосундагы сатып алуу сатуу келишим мыйзамдуу деп тапшырган. Shaharning munisipal mulki bo'lgan yerlar o'z vaqtida ijaraga berilib, hozirda qaytarib olish qiyin bo'lmoqda. Hurmatay Nurmatova, Mahburat Alibayeva, Qimbat Abdusamatov, Intimaq. Batken shahrining Murod Salihov ko'chasi 14 million so'mga rekonstruksiya qilinib, piyodalar uchun trotuar va suv kanallari o'rnatildi. Biroq ish hali tugamay turib, piyodalar yo'lakchalari yaroqsiz holga kelmoqda. Shahar yashovchilari esa bunday ko'rinishdan norozi. Yo'lning sifatidan norozi bo'lgan yashovchilarning arzi bilan hamkasbim tanishtiradi. Bundan 4 yil avval Murod Salixonov ko'chasini ta'minlash uchun tender e'lon qilinib, bunda KS Inter ishxonasi yutib olgan. Biroq o'tgan yilning dekabr oyida asfalt to'shalib, piyodalar yo'lakchalari qurilgan. Ish oxiriga yetmay to'shalgan asfaltlar yorilib, ayrim joylari ko'chib ketgan. Men oyimcha, men ko'rganim bo'yicha bu 2018 dekabr oyida bo'lgan bularchi. Biroq o'sha qishning suvug'una qarabay basishgan, qishda basgan narsani bilesinglar-da, sapat jo'q bo'ladi. Anan bul degan başı baştalgan ayağına çeyin bütelek уже бардык жерлери бузулуп атат да. Асфальттар резилип атат, бар жерлер чөгүп кеткен. Себеби трамбовка болгон эмес. Анан асфальт бири-бирин кармабайт кышындачы, суукта. Бул деген температура болуш керек да определенный. Асфальт кармаш үчүнчү, бири-бирине жабыш үчүн. Ошон үчүн мен ойлойм, бул вообще баягы жоопкерсиздик да. 14 million so'mga baholangan yo'lning 80% bitib, hozirda ish to'xtagan. 2 oyda yo'l yaroqsiz bo'lgandan yashovchilar norozi. Xitoylarning yo'llarini ko'r, men bizning Qizil yo'lning yo'li, narg'i ko'lga ketgan yo'llarni ko'r. Bizni mana Batkenning yo'llarini ko'r, qilganlarini ko'r, buni ko'r. Bitmaymi oldi. Tuproqlari tushib, ko'ngildagidek emas-da. Shahar hukumatı bu ishga aralasha olmasligini aytib, to'liq bitgandagina tasarrufiga o'tkazib olishini bildirgan. Qurilishni nazorat qiluvchi yo'llarni ekspluatatsiya qiluvchi muassasa tenderda g'olib bo'lgan kompaniyani ayblab, piyodalar yo'lini o'z hisobidan ta'minlab beradi deyishmoqda. Баягы күн суук болду, башка болду. Ошонун негизинен көчүп кетти. Биз договордун негизинде баягы жерде. Ошол өзү КСНТердин өзү жооп берет. Өзүнүн эсебинен кылып берет, аткарып берет. Бузулган жерлерде. Бизде бул Салихов көчөсүнүн өзүбүздүн дуарыбызды ошо ДПКге жана Минтрансқа билдирүүлөр жасаганбыз. Жана түз өзүбүздүн ДПК өзүбүздүн мэрдин атынан каттар жолдоп, бүгүнкү күндө бир топ ошол кетирилген мүчөлчүлүктөр жөнүндө өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Hozirgacha umumiy 500 metr yo'l va 400 metr piyodalar yo'laklariga asfalt to'shalgan.
Bu shahar infratuzilmasini yaxshilash maqsadida amalga oshirilgan, biroq sifatsiz qurilish elning noroziligiga sabab bo'ldi. Pul o'z vaqtida o'tkazilmasdan ish kun sovigan vaqtda boshlanib, sifatsiz bitmoqda deydi mutaxassislar. Jalolobodning ko'p maktablarida xavfsizlik va tozalik muammosi muhimligicha qolmoqda. Bu xalqaro tashkilotlar tomonidan tashkil qilingan tanlovda ma'lum bo'ldi. Unda Suzoq rayoni bo'yicha 5 maktabdan 10 jamoa ishtirok etgan. Ularning deyarli barchasi maktabdagi chiqindi va xavfsizlik masalasini hal qilishga yo'naltirilgan kichik loyiha yozishgan. O'quvchilarning ta'lim maskaniga kichik investitsiya jalb qilishga bo'lgan harakatlari haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Bu o'quvchilarning barchasi turli maktablardan kelgan, biroq ularning hammasining maktablardagi muammolari bir xil. Aniqrog'i, ta'lim maskanidagi nazorat xizmati, video kuzatuv va chiqindilar uchun urnalar yo'qligi bo'yicha muammolar. O'quvchilar ularni bartaraf qilish uchun kichik loyiha yozishgan. O'quvchilar maktabda kengiri o'zimday komfort sezish kerak-da. Agarda bizni olib birov kelib meni urib kelsa ne bo'ladi deb hech qo'rqmay emas kerak. Taklif qilingan loyihalarning eng muhimi va o'quvchilarning hal qilsa bo'ladiganlari tanlab olindi. Buning natijasi bilan g'olib bo'lgan jamoalarga $250 dan mablag' berildi. Endi o'quvchilar o'zlari va mahalliy hukumat yordami bilan ayrim maktablarda xavfsizlik va tozalik muammosini hal qilish arafasida. Maktabga kamera qo'yamiz, biroq algaч biz ошол айыл тургундарына, окуучуларга, мугалимдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен гана анан кийин ошол жыйынтыгы жакшы деңгээлде көргөзө турган болсо, анан камера коебуз. Tashkilotchilarning maqsadi yoshlarni investitsiya jalb qilishga o'rgatish bilan birga hududlardagi kichik muammolarni hal qilish. Buning uchun yoshlar tashabbusini mahalliy hukumat bilan ota-onalar qo'llash kerak. Бул максаты биз основной мектеп парламенти менен иштейбиз. Ошол мектептин окуучулары өзүнүн көйгөйүн өздөрү алып чыгып, ошого чечүүгө жардам берүү. Балдарды ошол мектеп парламентин ийгиликтүү иштетүүгө ошол жол көрсөтүү, аларды ошол долбоор жазуу, жана ошондой көйгөйдү аныктоо боюнча билим берүү. O'quvchilarni o'zlari bilim olayotgan maktablardagi muammolarga befarq bo'lmasligi va uni hal qilishga yo'l izlashi bu yerdagi hakamlarni quvontirdi. Ularning orasida o'tirgan Suzoq rayon bilim berish bo'limining yetakchisi ham direktorlar aytmagan masalalarni o'quvchilar ko'tarayotganidan hayratlanganini yashirmadi. Оказывается, көп нерсе үйрөнүшүп алаткан. Ошол көйгөйлөрдү ушу балдар көтөрүп чыкпаганда, мектептин директорлору мындай көйгөйлөрдү бүгүнкү күндө айткан эмес. Мен мындан кийин да ар бир мектепке жеке барып, ошол жерлерде көйгөйлөрдү, окуучулар менен түздөн түз сүйлөшкөндү мындайча айтканда жолго коем деп ойлойм. Yuqorida aytilgan o'quvchilar ko'tarayotgan maktablardagi xavfsizlik masalasi o'lkaning barcha hududlarida muhim bo'yidan qolmoqda. Suzoq rayonida 100 dan ortiq maktab bo'lsa, ularning ayrimlaridagina video nazorat va maxsus kuzatuv xizmatlari bor. Eslatib o'tsak, bu vaqtgacha bolalar bog'chasi va maktablarda bolalarga nisbatan bo'layotgan zo'ravonlik harakatlari haqidagi bir nechta holatlar internet manbalariga tarqagan edi. Endi yangi tug'ilgan bolalarga tug'ilganligi haqidagi guvohnoma bilan birga sertifikat topshiriladi. Mazkur sertifikatga bolani emlashdan o'tganligi haqidagi ma'lumotlar yoziladi. Bu haqda Respublika emlash markazining mutaxassislari O'sh shahridagi davra suhbatida tegishli tomonlarga ma'lumotlar berishdi. Bolalarga sertifikat berishga ayni vaqtdagi ichki va tashqi migratsiya sabab bo'lmoqda. Endi yangi tug'ilgan bolalarga tug'ruqxonada sertifikat beriladi. Unga bolani qachon emlashdan o'tgani haqida ma'lumotlar yoziladi. Bu Respublika emlash markazi hamda O'sh shahar mutaxassislari o'rtasida tashkil etilgan yig'ilishda aytildi. Bu sertifikatda teneler uyunda saqtashат. Har bir медициналык мекемеге келгенде, мектепке барганда бала, окуу жайларына барганда, больницага барганда ушу сертификат дайым жанында жүрүш керек. Ал эми эмдөөдөн баш тарткан балдар болсо, ата-энелер ушу эмдөөдөн баш тартып аткан болсо, балдарды мыркайларды роддомдон. Буларга сертификат берилет, бирок сертификатта жазылат. Анан форма 113 деген бар, ал жерге жазыш керек, что эмдөөдөн баш тартты деп. Sertifikat berish Sog'liqni saqlash ministrligi tomonidan ko'tarilgan. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, ichki va tashqi muhojirlik sababli shunday qadamlarga borilmoqda. Себеби бир региондо, бир аймакта жашап туруп, ата-энелер азыр миграция болуп туруп, иш менен баласы менен кетип калып атышат. Мисалы, Ошто төрөлүп туруп, Бишкекке кетип калат. Анан Бишкекке баргандан кийин ал жерден эмдөөлөрдү да башка медициналык кызматтарды да алышпайт. Ошону менен эмдөөлөр ошону менен токтоп калат. Анан кийин кайрылбаган үчүн эмдөөлөр эч кандай балдар албай калат.
Ошол себептен эмдөөдөн албай калган балдар көбөйүп баратат да. Ошон үчүн ошондой балдарды жоготпош үчүн ата-энелерге ушул сертификатты берип атабыз. Yig'ilishdan so'ng mutaxassislar O'sh shahridagi tug'ruqxonalarga borishdi. Yangi farzand ko'rgan onalarga sertifikat haqida batafsil ma'lumotlar berilib, keyin topshirilayotganiga guvoh bo'ldik. Sertifikat töreilгенден берилет. Бул сертификат бул 63-формада кайсы эмделерди алган болсоңуздар, ошондой эле эмделердин бардыгы, данный эмелери бардыгы буга түшүрүлөт да. Эгерде форма 63 поликлиникада болсо, бул сиздердин колуңуздарда жүрүш керек да. Бул менин 4-үнчү балам. 3 уулум бар эле, буга чейин мындай сертификат алган эмесмин. Буга чейин биринчи жолу алып атам. Азыр 4-үнчүм кыз. Кызым бакты бар экен, бактылуубуз барыбыз. Жакшы экен, бунун ичине баары түшүп турат экен, распечаткалар, маалыматтар, канча. Eslatib o'tsak, bungacha bolalarni emlashdan o'tgani haqidagi ma'lumotlar forma 63 tibbiy qog'ozida qayd etilib, u sog'liqni saqlash markazlarida saqlangan. Endi xuddi shunday qog'oz ota-onalar qo'lida bo'lib, qayerga borsa ham qanday vaksina olgani haqida bilishadi. Hilola Ashurova, Chinarbek Alipekov, Munar Arzibek o'g'li, Intimaq. Bu yil dehqon fermerlarga yillik ustamasi 6% nasiyalar beriladi. Foizi kam nasiyalar bilan ta'minlovchilar qishloq xo'jaligini moliyalash 7 loyihasi asosida amalga oshirish arafasida. Dehqonlarni mablag' bilan ta'minlash fevral oyida boshlanadi. Tegishli buyruqqa Qirg'iziston Respublikasi Premier ministri Muhammadqalli Abulg'aziyev qo'l qo'ydi. Sut, go'sht, asal, baliq, kartoshka, loviya kabi o'simliklar bo'yicha kredit berish uchun oxirgi foizli ustama yiliga 6% deb belgilangan. Yillik ustamasi 10% ni tashkil qilgan nasiya chorvachilik va o'simlik o'stirish tarmoqlari uchun belgilangan. Yillik ustamasi 8% ni tashkil qilgan nasiyalar daraxt o'stirish va o'rmonchilik, shuningdek issiqxonalar uchun ajratiladi. Bundan tashqari 150 ming so'mgacha bo'lgan shaxsiy va 500 ming so'mgacha bo'lgan guruh nasiyalari garovsiz asosda 18 oyga berilishi mumkin. O'zgan rayonidagi yer ko'chki va zilziladan jabrlanib, biroq chek berilmagan fuqarolarning muammosi ijobiy hal qilindi. Sababi Qarol qishloq hukumatida 17 gektar yer uchastkasi aholi punktlari kategoriyasiga o'tkazildi. Bunday qarorga bugun Premier ministr Muhammadqalli Abulg'aziyev imzo qo'ydi. Hukumat apparati bildirishicha, bu haydov maydoni zilzila va yer ko'chkilardan jabrlanganlarga uy qurish uchun beriladi. Tegishli o'zgartirishlarga ko'ra rayon rahbariyati yerni ro'yxatga olish hujjatlarini tayyorlash va qurilish ishlari olib borish bo'yicha vazifalar yuklandi. Ta'kidlab o'tsak, O'zganning Zerger, Ko'ldik, Jalpaqtash qishloq hukumatlarida 2017-yili ko'chki va zilzila sodir bo'lib, 1039 kishiga uchastka berish bo'yicha qaror qabul qilingan. Formatsiyalangan yerler janavi 2017-yili MCS tarafından 1039 adamga zaключение chiqqan. Qopli aymakdan qopsiz aymakka ko'chirib chiqaru bo'yicha. Oşol yerden kalganlar Kuday buyursa, mana hazır transformatsiyadan çıkan yerlerin bardığın oşol 1039 adamdan almay kalganlarına beriledi. Başka adamlarga çok. Sırttan gelgen же olsa şu жерgilиктүү ellerge berilmeydi. Bir gana şol 1039 adam içinde kalganlarına beriledi. Yer almay kalganlarına. Qirg'iziston bilan Rossiya Federatsiyasi o'rtasida tovar ayirboshlashning hajmi ortmoqda. Bu haqda Prezident So'rinbay Jeenbekov Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan bo'lgan uchrashuvda aytdi. Sergey Lavrov bugun Bishkekka rasmiy safar bilan keldi. Davlat rahbari Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning Qirg'izistonga bo'ladigan davlat tashrifi oldidan o'tayotgan uchrashuv davlatlar o'rtasidagi mustahkam tarixiy do'stlikni yanada mustahkamlaydi degan ishonchda. U o'z so'zida Qirg'izistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishi Rossiya bilan munosabatlar hamkorligining yangi sifatli bosqichiga ko'tarilganini ta'kidladi. Shuningdek, bizni davlatlar o'rtasidagi tovar ayirboshlashning hajmi o'sayotganidan qanoatlanishimni ta'kidlayman, dedi Prezident So'rinbay Jeenbekov. Сотрудничество в рамках ОДКБ, Евразес. Biz өлкөлөрүбүз ортосундагы союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди жана Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму, Бириккен Улуттар уюму жана башка уюмдардын алкагындагы кызматташтыгыбызды жогору баалайбыз. Бул эл аралык уюмдарда биздин ортобуздагы тыгыз байланыш жолго коюлган. Биз бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министри менен биздин алдыбызга мамлекет башчылары койгон жана бардык багыттар боюнча туруктуу, ишенимдүү, ишти камсыз кыла турган тышкы саясаттагы бардык милдеттерди кенен-кесир талкуулайбыз. Bugun sizlar uchun tayyorlangan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Tuningiz osuda o'tsin. Xayr, omon bo'ling.